Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz megaometr haqida. Ishlab chiqarishda yoki korxonalardagi ko'pchilik elektriklar megaometr bilan ishlashiga to'g'ri keladi. Nafaqat ishlab chiqarish, uy montajda yuradigan elektriklarga ham kerak bo'ladi. Bu zanjir holatini aniqlash imkonini beradigan multimetrni bir turi. Megaometr qanday ishlaydi, qanday parametrlarni o'lchaydi, undan qanday foydalanish kerak, shu haqida videomiz hozir. Multimetrlarda tokni, kuchlanishni, elektrojihozlarni ichki qarshiligini o'lchasak, megaometrda izolyatsiya qarshiligini o'lchaymiz. Bu bo'lishi mumkin kabellar, elektromotorlar, transformator va hokazo. Megaometrning ishini bironta multimetr qila olmaydi. Bular qanday ishlaydi megaometr? Yuqori kuchlanish hosil qiladi. Mana shu yuqori kuchlanish o'lchayotgan kabelimizga yoki elektromotorimizga yuboriladi. Tok o'tishiga qarab bizaga izolyatsiya qarshiligini ko'rsatadi megaometrimiz. Yana ham soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam ishlash prinsipini, mana buni kabel desak, mana bunimiz megaometr. Bitta shupini kabelimizni bitta uchiga ulaymiz, ikkinchisini kabelni ikkinchi uchiga. Mana bu tomoni tegmayapti. Mana shunda biz megaometrni ruchkasini aylantirganimizda izolyatsiyasi yaxshi bo'lsa, mana bundan bunga tok o'tmaydi. Izolyatsiyasida muammo bo'lsa, mana shu yerdan qayerdandir bu yerdan farq yo'q, qayerdandir bunga tok o'tishni boshlaydi-da, mana shu tokni hisoblab, keyin bizga qarshiligini, tok o'tishdan bizga qarshiligini aytadi megaometrimiz. Megaometrlarning ham har xil turdagisi bor. Elektronlari bor, mandagi o'xshab mexaniklari bor. Elektronlarda batareyali bo'ladi, mandagi mexanik ruchkachasini aylantirsam yuqori kuchlanish hosil qiladi. Kuchlanish ham har xil bo'ladi. Mandagi 2500 voltgacha 500 voltgachaligi bor, 1000 voltgachaligi bor. Bularni kuchlanishini ham o'lchayotganda har xil bo'ladi. Elektrojihozimiz necha voltda ishlasa, o'shanga qarab o'lchaydigan kuchlanish tanlanadi. Aytib o'tganimdek, megaometrlar katta kuchlanish hosil qiladi, shuning uchun bular bilan ishlaganda alohida ehtiyotkorlikni talab qiladi. Nimadir o'lchamoqchi bo'lsak, o'sha elektrojihoz albatta tokdan o'chirilishi kerak. Agar uydagi kabel holatini tekshirayotgan bo'lsak, barcha elektrojihozlarni uzib chiqish kerak bo'ladi. 1000 voltdan yuqori kuchlanishda ishlashni tavsiya bermayman, sababi xavfli. Yetarlicha bilimimiz yoki dopusk bo'lmasa. Megaometr qachon bizga kerak bo'ladi? Aytaylik, mijoz bizdan so'raydi, yangi uy olgan, elektromontaj holatini bilmoqchi. Sizdan so'raydi, kabelimizni montajini ko'rib bering, sifati qanday yoki almashtiraymi? Mana shu vaqtda biz multimetr bilan zanjir butun emasligini ko'rishimiz mumkin. Kabelda qisqa toshuv bor yoki yo'qligini, kabelda samarasi urilgan bo'lishi mumkin yoki izolyatsiyasi sifati yaxshi bo'lmasligi mumkin. Mana shunda biz megaometr bilan tekshirib bilamiz. Undan tashqari motorlar uzoq vaqt qolib ketgan bo'lishi mumkin ko'chada. Biz bilmaymiz izolyatsiya holati qanday. Biz masalan tokka tiqamiz, yarim soat yoki 1 soat ishlaydi yoki o'sha yoqqan vaqtimiz qisqa toshuv hosil bo'lishi mumkin. Yoki transformatorlar ham shu tartibda tekshiriladi. Izolyatsiya holati qanday? Korpusga tok o'tkazmayaptimi? Mana shu vaqtlarda megaometr bizga kerak bo'ladi. Megaometrni o'zidan qanday foydalanamiz? Sizda boshqa xil model bo'lishi mumkin. Mendagi mana shu modeldan, bu eski tipdagi, hozirda ham chiqariladi. Xo'p, plus va minusni ulaydigan klemalari, bu yerda kuchlanishni tanlaymiz. O'lchaydigan elektrojihozimizga qarab, bu yerda birinchi holat bor, ikkinchi. Birinchi holatda 0 megaohmdan 50 megaohmgacha o'lchasa, ikkinchi holatga qo'ysak, nimada ko'rsatay? Qarshiligini hozir baland ko'rsatyapti, sababi shuni ulamaganmiz. Ikkinchi holatda 50 megaohmdan 10 gigaohmgacha o'lchaydi va indikatori bor, yuqori kuchlanish hosil qilganini ko'rsatish uchun. Mendagi megaometrni aylantirish tezligi ruchkasini 120 ta bo'lish kerak 1 minutda. Sizdagi elektronik bo'lsa, hech narsa kerak emas. O'zi yuqori kuchlanish hosil qilib, yuborib, oxirida ko'rsatadi qarshiligini. Shuplari qanday ulanadi? Mana bu yerda ikkita klemasi
agar ekranli biror narsani o'lchamoqchi bo'lsak, 3-chi gnezdosi ham kerak bo'ladi. Endi ko'pincha shart emas. Odatda o'lchaydigan elektrojihozlarimizda. Buni shupuni uchini ham peredelka qilganman. Birinchi ishni boshlashdan oldin har doim o'sha o'lchaydigan elektrojihozimizni ishlayotganiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Men qanday tekshirsak bo'ladi? Birinchi holatga qo'yaman. Shuplarni ulaganim yo'q. Bir-biriga aylantiraman. Qarshiligini baland ko'rsatyapti. Haqiqatan ham qarshilik baland. Ana endi bir-biriga ulayman. Ana endi qarshiligini past ko'rsatish kerak. Ko'rib turganingizdek past ko'rsatyapti. Endi mendagi model strelkasi sal qochishgan. O'shanga oxirigacha kelmayapti. Aslida bu yergacha kelishi kerak edi. Endi men ko'pincha izolyatsiyasi to'liq tamom bo'lganmi, bo'lmaganmi shunga ishlataman. Shu uchun hozircha menga bo'ladi. Hozir davom ettiramiz. Elektriklikni noldan o'rganmoqchi yoki malakangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, Telegramda yopiq kanal va guruhimiz bor. Bemalol qatnashib, o'rganib olishingiz mumkin. Undan tashqari Telegramdagi ochiq kanalimizdan elektriklikka oid ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Kitoblar, qo'llanmalar, sxemalar, o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni Telegram guruhimizga berishingiz mumkin. YouTube'da bir o'zim bo'lsam, Telegram guruhimizda menga o'xshagan elektriklar ko'p. Undan tashqari Telegramdagi yopiq kanalimiz haqidagi ma'lumotlar Telegramdagi ochiq kanalimizda. Men bilan bog'lanish uchun mana shunday deb qidirasiz. Xo'p, ana endi birinchi misollarda megaometrimiz ishlash prinsipini ko'rsataman. O'lchaydigan elektrojihozimiz qo'llanmasida necha voltda o'lchash kerakligi ko'rsatilmagan bo'lsa yoki qo'llanmasini o'zi bo'lmasa, ekranimizda ko'rib turgan tablisadan foydalansak bo'ladi. Xo'p, megaometrimiz shkalasini ko'rsataman. Birinchi holatda 0 dan 50 megaohmgacha o'lchaydi. Bu 1 megaohm degani, bu 10 megaohm, bu 50 megaohm. Ikkinchi holatda 50 dan 100 megaohmgacha, 100 dan 1 gigaohmgacha va oxirgisi 10 gigaohm. Mana bu shkalas birinchi holat, ikkinchi holat o'zida ko'rsatilgan. Kabelimiz hozir mana shu to'ron kabel izolyatsiyasi qarshiligini o'lchaymiz. Kabelimiz PGNP 2:1. Provoda deyiladi PGNP'lar. Bular 220 voltda ishlashga mo'ljallangan. Shu uchun bularni o'lchayotganda 500 yoki 1000 voltda tekshirsak bo'ladi. Simimizni boshini ochib oldim. Ana endi megaometrning ikkita shupini ulaymiz. Xo'p, birinchi holatga 1000 voltga qo'ydik. 1 sekundda ikkita oborot bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek 50 megaohmdan ham katta ko'rsatyapti qarshiligini. Yana aylantiramiz. Xo'p, 100, 200, 300, 400, 500 600 megaohmga yaqin ko'rsatyapti qarshiligini. O'ylayman, o zaman ko'rindi. Xo'p. Ana endi kabelimizda muammo bo'lsa, qanday bo'ladi? Ko'rishimiz mumkin. Simimizga samarez buradim o'rtasidan. Ana endi nimaga multimetr ko'rsatmaydi dedim. Multimetrimizni prozvonka rejimiga qo'yamiz. Ishlayapti. Ana endi tekshiramiz kabelimizni. Hech narsa ko'rsatmayapti. Teksa ko'rsatadi. Bu nima deyapti? Multimetrimiz kabel zo'r, holat yaxshi deyapti. Ana endi megaometrda tekshiramiz. Kabelimizga samarez urilgan, bizning xabarimiz yo'q. Tekshirmoqchimiz holatini. Ko'rib turganimizdek, qarshiligi kamaydi.
50 mega ohmdan ham kam deyapti qarshiligi. Ko'rib turganingizdek 3 mega ohmga tushib ketdi qarshiligi. Bu kabelimizda muammo borligini ko'rsatyapti mega ohm metr. Mana shu yerda bir narsa mega ohm metr bilan ishlayotganda ishlab o'lchab bo'lganimizdan keyin darrov qo'l bilan tegish mumkin emas. Sababi tok bo'ladi, sizni tok urishi mumkin. Yo zazimleni kabelni olib bitta tekizamiz, ikkitasiga yerga o'tib ketishi uchun yoki ikkalasini birga ushlaymiz, darhol tegadigan bo'lsak bizni tok urishi mumkin. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Yana bir misol, elektromotor tekshirishini ko'ramiz. Motorimiz 220-380 voltda ishlaydi. Shu uchun buni ham 1000 voltda tekshiramiz. Xo'p, birinchi holatda turibdi. Hamma kabellarni bitta qilganman. Qani obmotkasi korpusga tok o'tkazyaptimi yo'qmi, shuni tekshiramiz. Aylantiraman. Qarshiligini baland ko'rsatyapti. Ikkinchi holatga qo'yaman. Endi bunaqasiga ko'rsatasiz. Ko'rib turganimizdek, qarshiligini zo'r ko'rsatyapti. Ana endi nima qilamiz? Motorimizni olamiz. Suvga botiramiz. Ana endi o'lchaymiz. Qani necha ohm ko'rsatadi? Hozir shtativga qo'yay. Yana shu tartibda ko'rib turganingizdek qarshiligi kamaydi. Birinchi holatga qo'yamiz. Qarshiligi deyarli 0 ohmga tushdi. Bu bo'lishi mumkin motorimiz ichiga suv kirgan, yomg'ir yoqqan yoki boshqa narsa bo'lgan suv kirganda biz mana shu tartibda tekshiramiz ichki izolyatsiya qarshiligini. Bunday motorni ishlatish mumkin emas. Olamiz, yaxshilab quritamiz. Quritgandan keyin yana bir marta o'lchab, keyin ishlatish kerak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, mana shunday vaziyatlarda bizga mega ohm metr kerak bo'ladi. O'ylayman, video tushunarli bo'ldi. Savollar qolgan bo'lsa, bemalol izohga yozinglar. Undan tashqari aytib o'tganimdek, Telegramda kanal va guruhimiz ham bor.